2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida o'tkazib yubormaslik kerak bo'lgan top 5 uchrashuvi. Birinchi navbatda albatta uchrashuv. Meksika va Janubiy Afrika jamoalari o'rtasidagi uchrashuv hujumlarga boy va qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Ammo ochilish marosimi va ilk uchrashuv hissiyoti mundial vaybini his qilishingizga yordam beradi. Keyingisi Braziliya va Marokash. 5 karra jahon chempionlari 2022-yilgi mundial kashfiyotiga qarshi, individual mahoratlar jamoasiga qarshi tartibli tizim. Shuningdek, Angliya va Xorvatiya jamoalari o'rtasidagi uchrashuv alohida e'tiborga loyiq. Angliya turnir favoritlaridan biri, xorvatlar esa har doim favoritlarning oyog'idan chalib kelgan. Portugaliya va Kolumbiya o'yini ham guruh bosqichining eng qiziqarli o'yinlaridan biri bo'lib kutilyapti. Portugaliyaning yulduzlarga boy tarkibi va Kolumbiyaning hujumkor futboli qiziqarli shou taklif qilyapti. Biz uchun O'zbekiston va Kolumbiya bahsi tarixiy ahamiyatga ega. Ilk mundialimiz, millionlab yurtdoshlar kutayotgan lahza. Desertiga Fransiya va Norvegiya uchrashuvi. Barcha nigohlar Mbappe va Holland qarama-qarshiligiga qaradi. Agar ushbu uchrashuvgacha biror jamoa ochko yo'qotsa, uchrashuvning darajasi yanada ortadi. Siz eng ko'p qaysi o'yinni kutyapsiz? Voqealar rivojini birgalikda kuzatishni istasangiz, menga obuna bo'ling.